Xo'p, azar. Murojaat qilgan shaxsiy nomerimni qoldirib o'taman. 980 0030. WhatsApp nomerim bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mashina sotiladimi? Biron zavod reklama qilish kerakmi? Yo magazin reklama qilish kerakmi? Yo uy sotiladimi? Qo'limizdan kelgancha xizmat beramiz. Boshingiz o'rgansin. Faqat mana shunday narsalarni qilib qolib ketmanglar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda barcha aka ko'paytirsinlarimiz. Xush kelibsiz kanalimga. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omading bor kanalimdan Avlod va do'stlar aziz. Mo'inroz Nohey Nosida Trap Dixay Chorum savxoz do'stlar aziz. Hamин nazdiki Paxta Shpirasa Chili Chorchashmadan nazdiki do'stlar aziz. Moskvadan nazdiki Azar, mana shu Paxta Shpirada olsa sizlar burlasizlar, 200 metr, 300 metr ichkariga ketalaringiz. Şurada Proshna va Arxondagi o'tirgan uy sotiladi. Mana ko'rganingizdek 4 xona uy, 4 ta oshxona, amborxona, banyosi bilan sotiladi. Do'stlar aziz, abi Qafoyevo sidagi xonay furushi do'stlar aziz. Polni hammachi zo'biya hasay. Ya kamas shebinasa, ya kamas qimasa do'stlar aziz. Bu xona remontdagi bu sidagi Million protezindagi mexanizm. Bu xonadagi uni remont mashqlari sanadiz. Только shkatulkasidagi stoyashka qati patolog so'radi. Azar, ostidagi batafsil ichkari tashqari syomkani ko'rsatib o'taman. Bitta narsasi. Ba'zi mana hamshiralaringiz mana bu yerda foydami qo'ygan, zabor qo'ygan. Mana ko'chalarni ko'ryapsizlar, obodonchilik. Bu yerda odamlar yashab kelyapti. Bu tomonda mana ustalar ishlayapti, odamlar bor. Mana shurda turib, betib g'azab qilib bekor bo'lgan paytda ko'chaga chiqasiz, tog'ni balandligini qaranglar. Bu manzara-ku bu prosta. Manzara. Baladashda ish qilgan, toqqa yengil keladi, to'pol berib, ovqat yengil keladi. Balaga qarayib tomosha qilasiz. Suvdan problema emas. Ariqdan suv ketadi. Azar, yana bitta narsa, mana shu o'rtadan, mana shu primerno mana shu o'rtalardan kran ketgan, suvni ostidan. Qasmani suv keladi, uyga chiqarsa bo'ladi. Mana shu o'rtalardan suv bor. Ariqda suv bor. Bizlar ichkarida ko'rsatamiz. Ichkarida polni sizlarga bir katta bir ko'rsatay. Ancha bo'l uy chiqarmaganmiz. Bizlar juda zerib qo'yamizlar birazdan. Rahmat hammalaringizga. Men asosiy tartiblar borda. Bosib layklarni bosib Azar, mana shunday joy. Ishimni ko'rsatib o'tirasiz. Ishim bor. Mana shu navi juda katta solingan. Xohlasangiz bitta karavotchani u tomonga burchakka qo'yib qo'ying. Menga mashinangizni kirgizib qo'ying. Patolog bo'linmagan taxta 60 santimetrga polni taxta qo'yib chiqqan ekan. Mana bu yerda boshi 60 santimetr, buyog'i 50 santimetrdan qo'yib chiqqan ekan. Bu yerga bitta steyashkani aniqlasiz, steyashka cho'kkina. Kirish joyi bitta. Bitta darqati ham cho'rxona mediraydi sanadi. Bismillah. Xo'p, Ramadan da do'stlar, yakın xona rasam eting. Yakın xona imom ketiladi. Status patolog zadagi sanadi. Bar deraza kalon Allah patolog plastik patologdan juda chiroyli qilib o'zini ko'rsatganlaringizdek darzo vakilchatlarni qo'yiladi, gofra bilan olib chiqamiz. Mana bu birinchi xonamiz. Xo'p, ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamizda xuddi shunday. Shu satrlarni solingan, lekin ularni o'lchab ko'ramiz. Necha bu? 1 2 3 4 5. 5 ga azar. 1 2 3 3,5. 5 ga 3,5 solingan. Faqat plastik qoqilgan, faqat girdiga qilib qotirish kerak edi, qotirilmabdi degan. So'z ketmagan, mana daji bor. Apparatni ko'rsatib, daji mana bor, so'z o'tib qolmadi, so'zni tasavvurchilik bo'lib qoldi dedi. Shuning uchun mana qotirmagan. Mana plastik yopishtirib ham ammo hamma foydali avlan. Bu nima uchun sotyapti degan ko'rgalarimizga kasalchiligi bor ekan. Iltimos degani uchun deb biz xizmat qilib beryapmiz. Faqat bu uchinchi xonamizga kiramiz. Uchinchi xonamiz bular 5 ga 3,5. Ikkita darajasi plastikda qotirilgan polni hamma narsasi tayyor. Ko'pchilik patolog qotirasiz. Unga bitta remontchani qilasiz, yashayverasiz. Xo'p, bunisi ham xuddi shunday ekan, mana 5 gami hammasi 5 ga o'tib ketyapti. Mening prosta menimcha 6 ga bo'lsa kerak. Uzun ekan savdosi. Hozir bu mehmonxonasi ham uzunroq ekan. Kim patolog qolgan darvozasi yo'q. Keyin yana bir narsasi, ichki
eshiklar qo'yilgan, ko'ryapsizlar, mana darvozalar qo'yilgan, eshik qo'yilmagan. Mana o'sha nazar devori loydan bo'lgan, loydan paxsa devor deydi-ku. Paxsa qatesidagi adresrazi mana g'ish sement blok yagon chiqatini paxsa qati xuddi medunin paxsa qatesidagi kelar. O'rami jona. Hop, azar mana shunday narsalar. O'sha narxini aytib o'tishim, ba'zi bir akalarimiz narxini degan to'polarimizga narxi 250 ming somon, 280 ming somon yana yaxshi bir muomalasi bor. Do'stlar aziz, biz hada 80,000 somon bu shu muomala haqida. Konkret muomala haqida. Muomala shaxsan konkret bo'ladi. Azar juda muomalasi zo'r, 280 ming somon yana arzon qilib beraman dedi. Proses menga pul kerak, pul zarur degani uchun aytyapman. Azar mana yana bitta bu zemlik ko'pni. Oshxona, amborxona deydi-ku. Mana zemlik ko'pni noqulaygan qo'ydan patologiyalarni qog'ozni bergan bemalol stejga qilib eshikchani qo'yasiz eshikga. Xo'p, mana yerga oshxona tandir letni ko'hna deydi buni. Oshxona tandir xonada qo'yasizlar azar. Tandir bo'ladi. Tandirda solishtirganiga xotinlar tandirda ashuniga biqtirasiz. Loyda tayyorla desa, loyda qarabla loyda deysiz. Shunday joy. Keyin bu banyacha azar. Banya qoida beqilingan mana bu 2,5 ga 3,5 ma 3 mashina qo'yilganda. Endi bu qo'shni naglar aytyapmiz, chunki deganda ichkari. Xo'p. Yer nesita bo'ldi bu? 12 stuqdan iborat. Do'stlar aziz, dumozda zemini nazdi havliga do'stlar aziz. Fundament, ya'ni granitsa fundament. Dedin? Fundament granitsa. Bu granitsa qafosh ham kerak o'zi. Esingizda. Qafosh. Mana shurgacha fundament bizniki. Granitsa, lakansa endi fundamentga boradi. Fundamentlarni qilib aylantirib olasiz. Sovuqchalarni bunga katakcha qilib sog'lab qo'yadilar. Maza qilib sizni rohat ekan boshlab qo'yayman. Sovuqda nima gunoh deydigan odamga. Mana shunday joylar akalar. Mana kimga kerak bo'lsa, mana shunday narsalar, mana shunday joylar murojaat qilaveringizlar. Bemalol biz xizmat qilib beramiz hozir. Qo'limizdan kelgancha xizmat qilib beramiz. Mana bu qolamiz. Mana kimni ko'rdingiz. Kirishani ustiga chiqayotgan joy ham bor. Bemalol chiqasiz. Hop, kirishani ustiga chiqasiz. Bu narsalarni saqlab turib, yana tushib kelaverasiz. Kerak emas narsani sarflasiz. Yozda ketishga chiqasiz. Qishki narsani sarflasiz, o'zi shirani shunday narsa bor. Hop, yana nima deymiz? Ekran tagida qarangizlar, nomeri chiqdi. Ekran tagida nomeri bor. Bemalol murojaat qilingizlar, 280 ming somon yana arzon bo'ladi deyapti. Lekin juda qulay narsa. Dokumenti 100%. Dokumentni misol uchun telefon qilasizlar. 280 ming somon degan bilan 280 ming somonga ketmaydi. Arzonroq bo'ladi. Chatga muomala qilib beradilar. Bilasizlar, mana sizlarga eng qulay variant. Zakon arzon qilib beradi. Zakon narsalarni telefonda ko'rish kerak. Nomada o'tkazib beraman, telefonda boqadi. Marhamat, telefon qilingizlar, o'tkazib qilingizlar, mana shunday narsalardan bexabar qolib ketmangizlar. Mana sizlarga tayyor uy. Fundament qo'yiladi, qo'yilgan kattalar bo'lgan. Salomat bo'linglar. Xonobod bo'lsin, salomat, sarbalan bo'lsin deb xonalar. Reklama yo'layapsiz. Salomat bo'lsin.